Assalomu alaykum hojotalar, hojonalar. Mana umra amallarini tugatib O'zbekistonga qaytyapsizlar ekan. Hammalaringizni ko'nglingiz so'g'mi xizmatimizdan, Ixlos Travel jamoasidan? Ko'nglingiz mamnunmi? Kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz ming bora. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Yanagi yillar Xudo xolasa katta hojilarni ko'rishni nasib qilsin inshaalloh. Bizi haqqimizga duo qilib qo'yasizlar, bir hamma o'pshi. Tengdaniga duo qilib beraylik, bir duo qilib beringlar inshaalloh. Amin. Amin. Alloh. Amin. Allohu akbar. Aytganlaringiz kelsin, rahmat. Yaxshi yetibinglar O'zbekistonga. فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل Hojata. Mana biz O'zbekistondan Surxondaryodan keldik. Mana oilam bilan kelganman. Mana o'tgan marta ham kelib ketgan edik. Mana juda ajoyib xizmatlar zo'r bo'ldi. Xo'p, umra ziyoratlari juda ajoyib, juda yaxshi o'tkazdik. Mana shu bizga xizmat qilgan elboshlarga, mana shu O'zbekiston Respublikasidagi mana shu umra ziyoratini tashkil qilganlarga barchalariga otasiga mingdan ming rahmat. Rahmat. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Shunday yuragimizda qalb bilan, chin mana shu yuragimizda tozalik bilan hamma gunohlarimizni unutib O'zbekistonga sof mana shunday yurak bilan borish niyatidamiz. Bundan keyin ham mana shunday boshqalarga ham shu narsani tavsiya qilamiz. Mana shu kompaniyaning barcha yigitlariga, barcha xizmat qilgan ellik boshlariga hammasiga mingdan ming rahmat aytaman. Rahmat aytganingiz kelsin.